Men bilan birga suratga tushgan bo'lsa, tanishim mumkin. Lekin menda ko'p kishilarga yordam qilg'achqa ular faqatla esimda yo'q. Ha, rost, dadam u menga ilgari uni qutqizgan bir do'stiga uchrab qolganligini degan edi. U cho'qimsan. Yana aslayolmadim. Hay! Men sizlarga gumpa o'rgatib qo'yay. Qandoq keldi u? Nimishqa bizni gumpa o'rgatgan? Hay! Gumpa ojizlarni kuchli qila oladi. Hay! Odatda odamlarni botir qila oladi. Hay! Biz nimishqa gumpa o'rgangidakmiz. Gumpa bo'lganda hiyliq əjdirhalarning əjdirha dunyosiga berishdan ansirmaymiz. Ko'pchilik, diqqat bilan ko'ringlar. Men hozir sizlarga bir qancha xil gumpa mahoratini ko'rsataman. Kökböre. Buni kod puti deymiz. Hay! Hay! Oğlum. Mana bu pullat yığın. Bedenini netçiğe bölüş koptu. Bu bir dal küçük ejderha, xoşhal digi. Qanday qo'lam ekan? Hammanglarning uygangiz borlig'ini bilaman. Bunda sizlarga men o'rgatib qo'yay. Yaxshi, hozir rasmiy o'rganishni boshlaymiz. Bu nima gumpa o'rganish bo'lsa? Mendek bir gumpa talant egasiga ishonishing kerak. Boshlaylik.
Sizlar endi mening uyga tushib sonimni egallabsizlar. Men yanala musiqa o'rganayotgandek his qilyapman-ku. Bu sehrgar əjdiha pek xalis ekan. Ben gerib ketdim. Men nim bo'lgandimi? O'lay deb qoldim-ku nima? Ko'kböre. Barishdim-ku. Ko'kböre, ko'zingni ochqin. Yaradar bo'lgan turib, nemishqa demading? Yara o'zing yalug'lanғашqa qiziqning o'rlab ketibdi. Boya aylanib ketding. Men ozroq o't to'g'ri tepib, qo'yingda yara ig'izingni tengib qo'ydim. Meni sen qutultiryapsan-da. Men bir ko'rsini yemaslikka ma'qul bo'lay. Faqat bu qiziqarlik bo'lmadi. Men xotinimni chaqirib qo'yay-a? Ya, qo'zg'ish qo'y. Xotinimga hargiz bildirib qo'yma. Böğrünün yardar bo'lishi intayin sert ish. Xotinimning mendan ansirab kirishini xohlamayman. Menga bu maxfiyatlikni saqlab turgan do'stim bo'landi. Ha? Do'stim, undaqda o'zingga diqqat qil. Yarangni obdaraqqa qaytib. Kent boshlig'i kelgan o'xshaydi. O'zingni asra. Kent boshlig'i, siz qayerga ketdingiz? Sizlarga so'g'i tayyorlayman deb bo'lmamdi. pishirish qazindi yasagan to'g'ri chiroyli emasga. Bu to'pildi savutlar mening sizlarga bergan sovg'atda. Bular bo'lsa sizlarga moslashtirilgan qurollar. Ko'pchilik, ish bajaradigan vaqtinglar keldi. Oqqimayli. Ma'qul. Sizlar hozir qiyinchilikqa taqobil turadigan gumpiga ega bo'ldinglar. Undaqda biz gumpimiz bilan darvozani ichib o'taylik. Acıt yok. Amnevi katlaş kartısı bozulu bunu da. Sehirlik əjdiha. Yani başka yer sana muhtaç. Tez yolda çık. Bildim. Ben işimle becirip bulup ondan sizler bilen oynay. Ah yolcusuz. Rahmet dostum. Kız manaylı. Şunda kozg'ush qo'yga yordamlashib qo'ydonish taomlarni izlaymiz ki. Hey! Sizlerin saklığına xeyli oldu. Bizning vaqtimiz az. Ular bilan tirkishib o'tirmaylik. Qo'z shash, sen chiqqin. Ma'qul.
Bu neymiş şimdi? Ejderha bak gel. Köpçülük dikkat kılınlar. Qo'zo'rin, tez orqamga o'tib ol. Kozu şaş. Men yaxshi ejderha. Bek tamlikan. Ejderha bo'lgan ekan, xatarli unsur hisoblanadi. Ejderhalarmı yaxşı yaman deb ayrıladi. Meningcha u chetga qiqilgan ejderhodek qiladi. Bu qitim men qiyir qo'yning so'ziga qo'shilaman. Sen özün yalğız bu yerda neymiş kılısan? Asli mundaq edi. Mening dadam qora ejderhaning qo'l ostida ishlaydi. Qora ejderha rejimsiz bo'lg'achqa, dadam uning uchun davomli ishlashni xohlamay, bir amallarni qilib meni u yerdan qochiribdi. Lekin hamma yerda qora ejderhaning odamlari bo'lg'achqa, men davomli yurishib qochib yurdim. Men hozir faqat ejderha qasrining kontrol uyiga berib, dadamni qutuldirishni Sen o'ylayman. ejderha qasridan kontrol chiqansın qandaq berishni bilarsan. Ha, bek yaxshi bo'ldi. Sen bizni kontrol uyiga boshlab boqing. Biz seni qo'qdaymiz. Sizlar menga yordam qilamsizlar. Albatta. Biz bu yerga qo'z xushxo'yning ota-onasini va bizning chin-chin yaylig'imizni qutuldirg'ili keldik. Bu kichik ejderha g'alatilik qiladi. Men unaqa ko'z quloq bo'lib turmasam bo'lmaydi. Kök ejderha mush yo'l ekanligiga jazmlashtira olamsan. Bu degan o'tar yo'l. Lekin bu yerdan qandoq o'tkili bo'lsin? Bu degan qora ejderha boshqalarni ejderha qasrga yaqinlashtirmaslik uchun lahiyliga to'salg'usi. Bundoq oson chekiladigan narsani qo'yib qo'yganning nima foydasi? Hay! Menga topshiringlar. Qo'shashda qolishga. Qo'zi shosh. Nemish qilib bundaq bo'ladi? Men bilmadim. Sen qasdan bizni xato yo'lga boshladi. Ko'k bo'ra, sen hadisni uning bilan aytishma. Shu emasmi? Hozir ham qiyinchilik taqab o'tirgan vaqt. Bu qandoq bo'lg'uni? Qo'zi xushxo'y, qo'zi uma, kent boshlig'i. Hey! Qandoq qilaman? Qo'zi xushxo'y meni bu yerdan qutuldiramasa, men mush yerda o'lib ketamanmi? Bo'lmaydi. Men o'zimga tayanishim kerak. Qo'z shashning ko'langisini yana ko'gil bo'lyapti. Uni qildirish bo'lmaqdi. Kristalni chiqib, uni qutuldirayli. Nemish qilman, oldida turg'udayman. Chiqilmay turib nimaga voqirishadigandu? Anladinglarmi? Kristallarning chekilgan ovozi nota hosil qilyapti. Qo'zi shosh o'zining kuchiga tayinib bu to'salg'udan o'tmoqchi bo'lyapti. Hay! 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 Bundoq bo'ladigandu. Oldida do'blarning udarini chiqarib orqadan uraversam, chiqilganlari qayta unib chiqmadi. Uchinchi qatim xato qilib fa udarini ursam, chiqilgani yana qayta unib chiqdi. Undoq bo'lsa, to'g'ri not ovozini urganda bu yerdan chiqib ketgili bo'ladi ekanda. Yaxshi, qandoqli bo'lsin sinab boqay.
Bo'lmasa bo'ldi qilaylik. Bu bak xatarlikda qiladi. Men qo'zi shoshqa ishonaman. Qara. Voy! Yaxshi bo'ldi. Sen ağzını tefekkür tugilibsan-da. Menimcha, notaga tushirib chelish bilan oxirlashmaydi. Cho'qim bir muzikani chelib chiqarish kerakmikin? Qo'zi shosh, bu sanga bog'liq bo'lib qoldi. Bir qancha nota bo'lsa-ku mayli. Unda uzun muzikani chalolmayman. Mening kichigim bola muzik sezimim yaxshi emas tursa. Аңлайдан қарағанда бұл христал орманлықның ішінде аятып қамыз. Бұны чаққычы, ижатқы толған музыканы шығаралыз, ондан оны чеқіп әткелі болады екен, башқалай есі қарқынмайды. Амалият менің кішік вақтымдығы арзуым музыкат болушы еді. Кейін башқалар мәсхир қығашқа қоқып қаған еді. Cüretlik bu, he. Өзің яқшы көрдіған музыкаға часаңды болады. Мен әң яқшы көрдіған музыка. 我不怕有多少困难在面前，我不怕有多少阻碍在身边，我拥有沸腾的力量永不变，我知道每一天是。아빠. 是多么美丽，是多么的伟大，什么都不管，我什么都不管，去吧，去吧，一起去寻找吧。 拥有希望，拥有梦想，在黑暗背后，我看到阳光。我不放弃，我不灰心，我拥有是沸腾的心。Nerede? Ben onu tanıyman. Ben bunu burun ko'rgan. Bu əjdiha qasrini kontrol qilg'ili bo'ladigan oshqishning bir qismi. Ondaqda boshqa qismlarini topganda ondan ejderha qasrini kontrol qilib bo'ladi ekan-da. Yaxshi bo'ldi. Shundoq bo'lganda dadamning qutuldirg'ili bo'ladigan bo'ldi. Undaqda biz tezroq qatlanaylik. Bu qandaqcha edi endi? Bu tik qiyodan o'tib yana bir qadam mangsoq ejderha qasriga yaqinlashimiz.
Xotin, o'g'lim, sizlarga bir ish bo'lmabdi. Balki yaxshi bo'ldi. Ajoyib chiroyli ekan. Men boya suv ichida bu narsani tepib oldim. Bu oshqushga. Qo'zi umoqda qo'zgan juma. Boya qo'ng'ingning o'zgargachga hammamiz qutulib qoldik. Oldimizda o'rmonlikdan o'tsak, bu qasrga kiradigan eshikni topa olmaymiz. Qaranglar. Əjdirha qasriga minib Bu iliq tuzak. Bundaq osonla o'tkilib bo'lmaydi. Bu qitim yana qanday xavf bo'ldi, tan? Nihoyatda tashdan tashqa sakraydigan ishkan qo'y shu. Mening karantinni ko'rala. Huzurini saqlab tur. Ko'kbören limonliq misildaysan. Bana berdashlik beringlar. Sen hammaga qolgan birinchi personaj emasmiding? Tez bo'lgin. Meni qutqizmagandan o'laydi deb qoldim. Qo'ziqshoy, ammo tepib erimni qutuldirmamsan. Bundan keyin faqat olyapsizlar, yemsakli bo'ladi. Tez bo'lgin. Nima o'lsavaman? Dada, opa, pek yaxshi bo'ldi. Oxir paydo bo'ldinglar. Shundoq, bizga hech ish bo'lmadi. Bo'ldi, ikki falani keyin qilishib, avval bizni qutuldirib olmamsizlar. Dada, menga yordam qil. Biz hozir fasxga kirib qoldik. Ko'pchilikning hammasi kirib ketayli deb qoldik. Aldırma. Ben sasıqdan tuzlu için körüp bakay. Bu bir ötkel boğan ekan. Çokum bir yeşimi boladı. Kızlı ranglik taştan başka yana qandaq ranglikisi var. Ko'k ranglikisi. Kızı. Kök. Ha, ben bildim. Sen küçük yolunda resimiz için belki yaxshi ko'ratding bu. Undaqda qizil rang bilan ko'k rang birlashsa qanday rang asli bo'ladi? Topdim. Ranglik ejderha. Mening deganim bo'yicha toshlarni bo'yabchi. Ma'qul. Qizil bilan ko'k birlashsa binafsh rang bo'ladi. Birinchi parchasini binafsh rangga bo'yag'in. Binafsirang. Hech bo'lmadi. Keyingisini yeshil rangda bo'yag'in. Ay, yeshilrang. Ko'k rang. Ko'k rang. Dada, opa, eng oxirgi bir tosh qoldi. Oxiri biz o'tgandan o'tadigan bo'ldik. Belki yaxshi bo'pti qo'z xushbo'y. Dada, opa. Bek ansirab ketma, qo'ziqshoy. O'zingga ishon, ularni cho'qim topa olamiz. Shundoq. Mana bir dada. Dada bog'ichi bolasining o'zining ansirayotganligini bilsa, o'zini cho'qim asraydi. Rahmat sizlarga. Eng oxirgi bir tosh qoldi. Uni qanday rangda bo'yasak bo'lar? Barliq ranglarni birlashtirganda bu tosh bo'yladigan rang bo'lsa, qora rang. Bu eng oxirgi oshqush parchasiga deyman. Oshqushlarning hammasini menga beringlar, men qurashtiray.
stol ochqishning hammasini qurashtirib, uni qizlarning asli o'rnini qo'yib qo'ysaqli bo'ladi. Ahir fursat geldi. Rivoyatlardagi qochqishmoni bu yerda ekan. Sizlar nima qilmoqchi? Otgacha. Bu ablaqlar, ular ko'k ejderha bilan oshqush ikkilisini yeb ketdi. Biz tezroq ejderha qasriga kirib, ular harakatini boshlig'icha ularni to'sishimiz kerak. Ha, topdim. O shar ejderhalarni ko'rdinglarmi? Ular qasrga bog'liq ekan. Demak, qasr ko'kka ko'tarilib ketibdi. Chabdas ejderha uchar chashqan. Sizlar qo'ylarni u yerga opirib, u ejderhalarni bu yerga olib kelinglar. Biz ularga taynib laylab boraylik. Men chabdas ejderhoga minib o'tay. Qozisimi sen bek botirgansan. Qozorina kamila bilan boraman. Mening bu yerda nima ishim bo'lsin? Ma'qul bildim. Robin ham yo'lga chiqdi. Zo'rin bilan qo'zi semiz xatarga yo'liqmagan bo'lsa bo'ladi-ku. Qo'ziqishqoy, tez orqamdan qara. Qo'ziqishqoy, biz g'albilik oldi shor ejderholarini yeb keldik. Yaxshi, ko'pchilik otlanaylik. Ölgür, ular ochqishni tepiyapti. Lekin buning qaraydi chaqliq. O'ng sol qo'g'diqchilar buni o't qisilib ko'ydiraydilar. Biz berib texmi mo'yim ishdan birini qilamiz. Biz qasrga oldi eshikdan kiramiz. Oldi eshikdan chiqqan nurg'un qo'g'diqchilar bor. Lekin bu yandan faqat mushu bir eshigi bor. Sen o dünyarıla aç bulup getirgan bo'ldi. Chatoq bo'ldi. Ejderha qasr osmonni teshib yutgan bo'ldi. Qanday qilamiz? Makonimiz tegishadigan bo'ldi. Ejderha dunyosini tegishadigan bo'ldi. O'ladigan ish bo'lsa bu to'qliqdan o'lay. Men texi dadam opamni ko'rmagandim. Dadasi, biz keyingi umrimizda yana birga o'taylik. Yana birga o'taylik. Qaranglar, men oshqishni tepib oldim. Qo'zi umaq, bu oshqush siz bilan birmi moslashar ekan? Rahmat. Uni men tepib olgan, men qaytiribman. Yana bir yo'l. Qandoq yo'llig'ini bilmaymiz-da. Suratda